بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mana hozir biz namoz o'qishlikdagi tartibotlarni birin-ketin boshidan oxirigacha o'rganamiz. Avvalo namozga tahorat qilib kelgandan keyin kiyim pok bo'lishligi kerak. Ya'ni libos pok bo'lishligi kerak. Bu namozning farzlaridan bittasi. Va ya'ni insonning o'zi tahoratli bo'lishligi kerak va joy namoz toza pok bo'lishligi kerak. Tahorat qilayotgandagi ya'ni suvning pok bo'lishi bu ham bitta farzi va namozning vaqti kirishligi. Misol uchun bomdod namozining vaqti subhi sodiqdan to quyosh chiqqunicha. Peshin namozining vaqti esa quyoshning zavolga ketishi, ya'ni qiyomdan to'g'riga kelgandan zavolga ketishidan boshlab to biror bir narsaning soyasi o'zining bo'yidan 2 barobar bo'lguncha. Ana undan keyin asr vaqti kiradida to quyosh botguncha. Quyosh botganidan keyin demak qibla tomondagi qizillik, ya'ni shafaq deyiladi, o'shaning yo'q bo'lib ketgunicha demak shom namozining vaqti va yo'q bo'lib ketgandan keyin esa to subhi sodiqgacha xufton va vitr vojib namozining vaqtlari. Bomdod namozi 2 rakat sunnat, 2 rakat farzdan iborat. Peshin namozining rakatlari 4 rakat sunnat, 4 rakat farz va 2 rakat sunnat. Asr namozi 4 rakat farzdan iborat. Shom namozi 3 rakat farz va 2 rakat sunnatdan iborat. Xufton namozi esa 4 rakat farz, 2 rakat sunnat, so'ng oxirgi namoz 3 rakat vitr vojib namozi deyiladi. Biz hozir o'rganadiganimiz bomdod namozining 2 rakat sunnati va 2 rakat farzi va undan tashqari peshin namozidan, ya'ni 4 rakat farzdan keyingi 2 rakat sunnat, shom namozidan keyingi 2 rakat sunnat va xufton namozidan keyingi 2 rakat sunnat. Mana shu bomdod namozining 2 rakat farzi va boshqa 2 rakatlik namozlarni hozir tartibini o'rganamiz. Chunki faqat niyatida boshqa bo'ladi, qolgan tartibotlari, o'qishlik demak holatlari bir xil. Hozir namozga joy namozni tushadingiz, namozga keldingiz. Birinchi qiladigan ish namoz vaqti kirgan paytda demak azon aytishlik kerak. Bomdod namozining vaqti hali aytganimizdek subhi sodiqdan boshlanadi. Subhi sodiq 2 xil subh bor. Subhi kozib, ya'ni yolg'on tong va rost tong bor. Ana o'sha subhi sodiq degani birinchi osmonda qorong'u bo'lib turadi-da, tongga yaqin bir uzun, ya'ni bir chiziq bo'ylab bir tong yorishgandek bo'ladi. Uni subhi kozib deyiladi. Undan keyin keng hamma tomon yorishib boshlaydi. Uni subhi sodiq deyiladi. Ana shungacha demak xufton namozining vaqti hisoblanadi va saharlik qilsa bo'ladi. Roza tutadigan odamlar ham. Endi o'sha subhi sodiqning kelishi bilan bomdod namozining vaqti boshlanadi va quyosh chiqqunicha. Bu quyosh chiqishidan taxminan 1 soat 40 daqiqalar oldin, 1,5 soat, 1 soat 40 daqiqalardan oldin demak subhi sodiqning kirish vaqti. Ana o'sha bomdod namozining vaqti kirgan paytda azon aytiladi. Azon Allohu akbar. Ya'ni hozir bir aytib ham ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Azon aytganda ko'rsatkich barmoqlari bilan quloqlar bekiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shundoq ta'lim berganlar. Shunda ovoz yo'g'onroq ketadi, ya'ni uzoqroq ketadi. Azonni demak quloqlar, barmoqlar bilan bekitiladi va to'g'riga qiblaga qaragan holatda, bir joydan jilmagan holatda aytiladi. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. So'ngra azon duosi o'qiladi. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Bomdod namoziga demak azon aytilgan paytda hayya alal falahdan keyin 2 marotaba as-solatu khayrun minan nawm degan lafz qo'shiladi. Bilol ibn Raboh radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bomdodga uyg'otgani kelganlarida shu so'zni aytganlar va payg'ambar alayhisalomga bu so'z yoqib bomdod namoziga mana shu jumlalarni qo'shing deganlar. Shu bilan bizga sunnatga aylangan. Demak, har bir farz namoziga azon aytishlik bu sunnat muakkadadir. Azon aytilganda joyidan jilmagan holatda, hozirgi biz ko'rsatganimizdek quloqlar bekitilgan holatda, ya'ni ovoz baland aytiladi. Hayya alas solada faqat boshlarning o'zi buriladi. Hayya alal falahda chap tomonga, lekin gavdani burilishligi noto'g'ri. Mabodo mezanalarda, ya'ni bir vaqtlar azon tepaliklarda aytilgan, shunda mezananing teshiklari bo'lgan, o'sha tomonga borilganda unda hayya alas sola yoki hayya alal falah deb o'sha tomonga qarab aytilganligi, hamma tomon eshitishligi uchun aytilishligi demak tartiboti bor. Bomdod namoziga azon aytildi va quyoshning chiqishiga yaqin, misol uchun yarim soat yoki 40 daqiqalar qolganda bomdod namozini o'qishlik fazilati ulug', savobi ulug'. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhissalom bomdodning avvalgi vaqtida namoz o'qib berdilar. Keyingi kun keldilarda oxirgi vaqtda namoz o'qib berdilarda, bu va sizga, sizning ummatingizga eng afzal vaqt deganlar. Ya'ni bomdodni qanchalik tong ottirib o'qilsa, ya'ni quyosh chiqmasdan avvalroq o'qilsa, shu ajri savobi ulug' bo'ladi. Bomdod namoziga azon aytildi. 2 rakat sunnat namozi o'qiladi va 2 rakat farz namoz o'qiladi. To subhi sodiqdan quyosh chiqquncha hech qanaqa nafl namoz o'qishlik mumkin emas, makruh hisoblanadi. Ba'zilar masjidga kelib tahiyatul masjid deb namoz o'qiydi. O'sha payt, ya'ni uyda 2 rakat bomdodning sunnatini o'qib kelib, undan keyin o'qiydiganlar bor. Ana o'sha noto'g'ri ish. Demak, nafl namoz o'qishlik mumkin emas ekan. Bomdod namozini avval 2 rakat sunnatiga niyat qilinadi. Niyat qildim bomdod namozini ado qilmoqlikni o'z vaqtida, yuzlandim qiblam muqaddas Ka'batullohning bir tomoniga yoki Ka'batullohga xolis Alloh uchun yoki xolisan lillahi ta'ala Allohu akbar deb qo'llar ko'tariladi. Namozda turgan mahalda mana shu oyoqlarga e'tibor qilaylik. Oyoqlarimizning orasi bizning Hanafiy mazhabimizda 4.50. Mana uchi ham va orqasi ham barobar 4.50 bo'lishligi kerak. Demak, namozda turgan paytda erkak va ayollarimiz demak 4.50 holatda turiladi. Ba'zilarning gavdasi, jussasi juda katta, o'zini muvozanatini saqlolmaydigan darajada
ya'ni semizligi bo'ladigan bo'lsa, unda o'zini holatiga qarab sal ochiqroq turishi mumkin, lekin aslida sunnat demak o'sha 4:50 bo'lishligi kerak. Namozda turdik va niyat qilganimizda demak qo'llarni, barmoqlarni orasini katta ochib ham yuborilmaydi va yopilmaydi ham. O'z holatida ya'ni kaftlarimizni qiblaga qaratgan holatda xolisan lillahi taala deganda mana quloqlarni demak yumshoqlarga bosh barmoqlarni tekkizib qo'yamiz. Bu yerda Allohu akbar deb takbir aytishlik farz. Takbiri tahrima farz. Allohu akbar lafzining o'zini aytishlik demak vojib. Qo'llarimizni quloq barobaricha ko'tarishligimiz sunnat va qulog'imizga yumshog'iga tekkizib qo'yishlik bu mustahab. Bu yerda farz, vojib, sunnat, mustahab amallarning hammasi jamlangan. Va qo'llarimizni ko'targandan keyin niyatni qilayotganimizda shundoq tasavvur qilishimiz kerakki, xuddi Alloh taoloni ko'rib turgandek. Lekin Alloh taoloni ko'rmasakda Alloh subhanahu va taolo bizni ko'rib turibdi degan iymon, e'tiqod bo'lishligi kerak. Shu narsani har bir namozimizda o'zimizga his-tuyg'u bilan demak ongimizga shu narsani keltira olishligimiz kerak va Ka'baga yuzlangan holatda xuddi yonimizda Ka'batulloh turibdi-yu, ana o'sha Ka'baga qaragan holatda bizlar demak Alloh taolo bizni ko'rib turibdi qilayotgan ibodatimizni. Har bir hayolimizdan kechayotgan narsalarni ham Alloh taolo bilib turibdi degan iymon e'tiqodni demak qalbimizga joylab namozni boshlash kerak. Takbiri tahrima degani mana Allohu akbar degandan keyin bo'ldi. Dunyoviy ishlarni hammasi harom degani. Tahrimadan maqsad o'shanaqa. Boshqa dunyoviy ishlar harom, yeyish, ichish harom, gaplashishlik harom, dunyoviy so'zlashlik harom va boshqa harakatlar demak mumkin emas. Ana o'shaning uchun takbiri tahrima deyiladi. Demak, erkak kishilarning qo'l ko'tarishlari quloq barobarigacha bo'lsa, ayollarniki esa yelka barobari ko'tariladi, so'ngra qo'llarini ko'kraklariga bog'laydi. Bizda esa erkaklar ya'ni sunnat shuki, mana bu bosh barmoq bilan kichkina jimjiloqni mana bu bilakni bundoq quchoqlab olinadi. Va 3 ta barmoq to'g'ri turadi va kindikning ostiga, ya'ni kindik ostiga ana o'shanday holatda bog'lanadi. Mana shu mening va mendan oldingi payg'ambarlarning sunnati va du'uliyat tahta surra. Payg'ambar alayhisalom qo'llarimizni kindik ostiga qo'yishlikdir deganlar. Bu haqida bir necha hadislar bor. Demak, namoz o'quvchi odam joy namozni to'shab, pok libos bilan, tahorat bilan keldimi, namozga Allohu akbar deb kirishgandan keyin sano o'qiladi. Sano 2 rakat hozir biz bomdodning sunnatini o'qiyapmiz. Bomdod namozining 2 rakat sunnatini deb niyat qilgandan keyin qo'llar bog'landi, sano o'qiymiz. Subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'oyruk. Mana shu yerda har bitta jumlalarni, harflarni o'z mahrajidan to'g'ri talaffuz bilan chiqarishligimiz bu sanoda ham, Qur'on o'qiganimizdagi Fotiha surasida ham va Zam suralarida ham, tashahhud salovatlarda ham o'sha namozimizning durust bo'lishi, qabul bo'lishligini demak shartlaridan bittasi. Chunki bitta harf arab tilida o'zgarsa ham butkul ma'no o'zgarib ketib qolish xavfi bor. Oddiy bir misol, ya'ni ta'ala jadduka dedik. Ana o'sha yerda ta'ala jadduka desa ham hattoki ba'zi ulamolarimiz Ali al-Xoriy rahmatullohi o'zlarining kitoblarida namoz durust bo'lmaydi degan masalalarni ham aytadilar. Shuning uchun aytayotgan odam namozi durust bo'ladigan darajada tajvid qoidasi bilan demak arabiy Qur'onni o'qishlikni bilishligi farzi ayn. Har bir erkak va ayol uchun farzi ayndir. Demak, sanoni o'qidik. Allohu akbar dedik. Subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'oyruk. So'ng a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb birinchi rakatda shu sanodan keyin doim mana shu a'udhu, ta'awuz aytiladi. So'ngra bismillahir rohmanir rohim deb ta'awuzdan keyin bismillah aytiladi. Chunki har doim Fotiha surasida a'udhu bismillah bilan boshlanadi.
Agar mabodo imomga iqtido qiluvchi farz namozlari bo'lsa, imomga iqtido qiluvchilar bo'lsa, auzu bismillahni aytmay sano bilan kifoyalanadi. Biz hozir mana shu sunnatni boshdan oxirigacha demak tartibini o'qishni boshlaymiz. Niyat qildim bomdod namozining 2 rakat sunnatini o'z vaqtida ado qilmoqligini, yuzlandim qiblam muqaddas Ka'batullohga xolis Alloh uchun. Allohu akbar. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin deb ichimizda aytamiz. Ya'ni o'zi bu sunnat namozi maxfiy o'qiladi, hammasi ichimizda aytiladi. Faqat men hozir o'rgatishlik uchun ovozimni chiqarib aytyapman. Amin degandan keyin boshqa zam surani boshlaganda bismillah aytilmaydi. A'udzubillahi minash shaytonir rojim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun va la antum 'abidun ma a'budu va la ana 'abidun ma 'abadtum va la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliyadin. So'ngra rukuga boramiz. Allohu akbar. Erkaklar qo'llarini, ya'ni barmoqlarini orasini ochgan holatda tizzalarini, ko'zlarini ushlanadi. Ayollarniki esa qo'llarini, barmoqlari yopiq bo'ladida sal tizza bukilibroq turadi. Rukuda ozgincha bukilibroq turadi. Erkaklarda esa tekis turadi. Qo'llar ham, ya'ni tirsaklar ham tekis turadi erkaklarda. Mana shu holatda demak 90 gradus deymiz. Egilganda orqaga suv qo'ysa turadigan darajada demak to'g'ri turish kerak. Bosh tushib ham ketish kerak emas, bosh ko'tarilib ham ketish kerak emas, to'g'ri turadida. O'shanda ikki bosh barmoq, ya'ni oyoqning barmoqlariga qaragan holatda Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb 3 marotaba aytiladi yoki 5 marotaba yoki toq holatda. So'ngra sami'allohu liman hamida deb o'rnidan turamiz. Sami'allohu liman hamida. Shu yerda sami'allohuni tizzani ushlab turgandan boshlab to turgancha mana sami'allohu liman hamida deb hda aytganimizgacha o'rnimizdan tikka turamiz. Turilgandan keyin Robbana lakal hamd deyiladi. Robbana lakal hamd deb bir marta aytiladi. So'ngra sajdaga ketiladi. Allohu tizzalarimiz tushadi. Qo'llarimizni birinchi demak tizza tushdi, keyin qo'l, undan keyin burun, peshona. Mana shu holatda 3 marotaba Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deyiladi. Allohu akbar deb o'tiriladi. O'tirganda qo'llarimizni qo'yganimizda barmoqlar mana bu tizzaning tekis o'z o'rnida turishligi kerak. Qo'llarni qo'yganda barmoqlarning orasi ochib ham yuborilmaydi, qattiq qisib yopilmaydi, ham o'z holatda turadi. Va o'tirganda chap oyoq ustiga o'tiramiz, o'ng oyog'imizni esa demak tikka qilgan holatda barmoqlarini qiblaga qaratgan holatda o'tiriladi. Va sajdaga ketganda tirsaklar yerga tekkizilmaydi. Tirsaklarni demak yerga tekkizmaymiz va orada ozgincha qorindan, ya'ni tizzadan gavda sal uzoqroq holatda sajda qilinadi. Bu erkaklarga xos. Demak, Allohu akbar deb tirsaklarni yerga tekkizmaymiz.
Peshonalarini qo'yib subhan robbiyal a'la, subhan robbiyal a'la, subhan robbiyal a'la dedik. Bu ikkinchi sajda. So'ngra Allohu akbar deb o'rnimizdan turamiz. Shu yerda turayotganda e'tibor qilinglar. Sajdaga ketayotgan odam gavdasini orqaga qiladi. Gavdani orqaga qiladi-da, birinchi tizza tushadi. Qo'llarni ushlamaymiz, hech qayerni ushlamaymiz. So'ngra Allohu akbar deganda qo'llarimizni ushlab, undan keyin sajdaga ketdik. Turayotganimizda xuddi shuning teskarisi, aksi bo'ladi. Birinchi burun, peshona, keyin burun ko'tariladi, keyin qo'llar uziladi va tizzalarni ushlagan holatda o'rnimizdan turamiz. Muvozanatni saqlash uchun turayotganda tizzalarni ushlab turamiz. Ketayotganda esa sajdaga ketayotganda tizzalarni ushlamasdan to'g'ri, demak tushiladi. Bu demak hozirgi holatimiz bu erkaklarning, ya'ni sajda qilishligi. Ayollarni sajda qilishligi qanaqa bo'ladi desa, mana bu tirsaklarni tekkizgan holatda, qoringa oyoqlarini yopishtirgan holatda sajda qilinadi. Oyoqlar demak yopishib turadi va o'tirgan mahalda ikkita oyoqni yonboshga qo'yiladi va chap tomon bilan o'tiriladi. Mana shu holatda o'tirib, yana sajda mahalda yana oyoqlarini ko'tarib, barmoqlarini uchini demak qiblaga qaratgan holatda qorinlariga tizzalarini yopishtirgan holatda sajda qilinadi. Ular ham xuddi shu turishlikda, o'sha holatda turiladi. Endi ular demak ko'kraklariga qo'yadi, erkaklar esa kindik ostiga bog'lab ikkinchi rakatni boshlaydi. Ikkinchi rakatda birinchi bismillah aytiladi, Fotiha surasidan avval. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin arrohmanirrohim maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin deb qo'yamiz. So'ngra bismillahni aytilmaydi-da. Astagfirullah. Qul huvallohu ahad. Allohus somad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Allohu akbar. Subhan robbiyal azim, subhan robbiyal azim, subhan robbiyal azim. Sami'allohu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. İkinci rekatga o'tirdik va tashahhudni o'qiymiz. O'tirganimizda mana hozir ko'krakka qarab turgandek turiladi. Mana shu holatda demak o'qiladi. At-tahiyyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat. Demak, o'tirdi, qo'lga qo'yildi. Ortiqcha harakatlar mumkin emas. At-tahiyyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي ولوالدي المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. So'ng o'ng tomonga assalomu alaykum va rahmatulloh, chap tomonga assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom beriladi va astag'firulloh 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 Allohumma antas salam va minkas salam tabarakta ya zal jalali val ikrom. Allohu akbar deb
duo qilinadi, so'ng farzni kutib turiladi. Agar jamoat namozi bo'lsa takbir aytilguncha, bo'lmasa uyda o'quvchilar ayollar ozon takbir aytmaydi, erkak kishi demak farzga alohida takbir aytiladi. Takbirning holati shu ozon bilan bir xili, faqat hayya alal falahdan keyin qod qomatis solahni 2 marta aytadi, qo'shib aytadi. Bu faqat tezroq aytiladi. Hozir biz o'qiganimiz bomdod namozining 2 rakat sunnati edi. Demak, sunnat namozi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doimiy o'qigan namozlari 2 rakat, demak sunnati muakkada bo'lgan bomdod namozini hozir 2 rakatni o'qigan bo'lsak, xuddi shu narsani, ya'ni bomdodning 2 rakat sunnati degan narsani peshinning 2 rakat sunnati desak ham, shomning 2 rakat sunnati desak ham, xufton namozining 2 rakat sunnati desak ham bo'laveradi. Faqat niyatini boshqa qilinadi, lekin o'qish tartibi bir xil. Bundan hech qanaqangi farqi yo'q. Faqat alhamdudan keyin zam suralarni, xohlagan suralarni o'qiysiz. Qur'onning tartibi bo'yicha birinchi tepadan, undan keyin keyingi surani yoki 2 ta sura tashlab keyingilarni o'qiladi. Ya'ni uzunroq birinchi rakatiga sura, ikkinchisiga sal qisqaroq surani o'qigan holatda zam sura qilib, demak namozni ado qilinadi. Bu hozir 2 rakatli namozlarning hammasi mana shu tartibda o'qiladi. 2 rakat nafl namozlari bo'lsa ham xuddi shunday. Bomdod namozining farzi ham xuddi shunday. Faqat bomdod namozida Fotiha surasidan keyin uzunroq suralarni zam sura qilinadi. Hozir biz o'rganganimiz demak, bomdod namozining 2 rakat sunnatini o'qidik. 2 rakat farzni ham holati xuddi shunday. Faqat unga takbir aytamiz. Uni endi alohida inshaalloh o'rgatiladi.